Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmon Muzaffar Mahmudovman. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi sanamiz 2026-yilning 7-fevral kungi. Mana bu hozirgi joy, mana bu Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidagi jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi. Bu joyda hurmatli yurtdoshlar, Do'stlik tumanida bolalar bo'limida ishlovchi Ozoda Farmonovaga nisbatan Ma'muriy jinoyat kodeksining 131-moddasini qo'llab, bu yerda yangi ochilgan sud tergov sudyasi Ernazar Maqsud Mamatqulovich bu Farmonova Ozodaga nisbatan 25-sentyabr kuni dastlab soat 9 ga chaqirib, so'ng soat yana bularni abeddan so'ng 4:30 da yana sudini boshlagan. Qo'yinki 26-sentyabr kuni yana ertalab 9 ga chaqirib, yana abeddan so'ng soat 4 da Ozoda Farmonovaga nisbatan haydovchilik huquqidan 3 yilga mahrum qilib 16 million so'm 480 ming so'm jarima jazosi tayinlagan. Lekin bu hamshira Ozoda Farmonovani sud jarayonida talabi shunday bo'lganki, uni o'zi yonida bo'lgan guvohi bo'lgan barcha holatlarni eshitgan holatlarini qani yo'l harakat xavfsizligi inspektori Qo'ng'irbayev Sherzodga nisbatan qilgan kamchiliklarini hammasini sud tergov sudyasiga aytish maqsadida guvohni chaqirib talab qilishni so'rasa ham, sudya Ernazar Maqsud unga hamma gaplarini rad qilib eshitmagan. Shundan so'ng mana hozir hurmatli yurtdoshlarim, bu mavzu nima bilan yakun bo'lar ekan deb men bu narsani hali sizlarga ko'p yoritib boraman hurmatli yurtdoshlar. Bu holat bo'yicha bu Farmonova Ozoda bundan bu Arnasoy tuman sudidan norozi bo'lib, Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudiga kassatsiya tartibida yozsa, u joyda ham xuddi shu qaror o'z kuchida qolgan. Undan so'ng Jizzax viloyati jinoiy ishlar sudidan chiqarilgan ajrimidan norozi bo'lib, Oliy sudga taftish tartibida yozsa, u joyda ham janob Qodirov sudya yana bu ayolni yolg'iz onaligini, uni bir qiz bir o'g'li borligini ham e'tiborga olmasdan o'sha 16 million 480 ming so'm pul Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan Oliy sud tartibida ko'rilgan taftish tartibida ham xuddi shu so'mmalar, shu belgilangan 3 yillik haydovchilik huquqidan mahrum qilingan holatlari o'z kuchida qolgan. Lekin bu hayron qolasan odam, mana yurtboshimiz Shavkat Miromonovich qancha kamchiliklarni gapirib, hammasini kallasini ochib, ichiga sop qo'yapti, lekin bu holatlarga bular nima sababdan bunday o'z ishiga mas'uliyat bilan ishlamaganiga hayron qolasan. Xuddi shunday misol, bundan 8 yil oldin sud tizimidagi holatlarni bartaraf etish maqsadida barcha shu tuman, shahar, viloyatdagi sud tizimidagi sudyalarni chaqirib yig'ilish o'tkazganda ham alaykum assalom, qancha narsalarni bayon aytib o'tishgan. Lekin bu mana bu hurmatli yurtdoshlarim, hozir Arnasoy tumanidagi tergov sudyasi, ya'ni Ernazar Maqsudjonga hayron qolamanki, lekin bu Do'stlik tumanidagi tergov sudyasi ta'tilda bo'lganini bilib turib, yana bu o'zining tumaniga chaqirib odamlarni shu joyda o'tkazsa. Endi hurmatli yurtdoshlarim, mana hozir bu yerda yana bir mana shu Farmonova Ozodaning otalari, ya'ni
Mana yonimga bular yana meni shu chaqirib bir suhbat qilib o'tirayin deyishdi. Ota, kechirasiz, necha yoshsiz? 86'daman. 86ga kirdingizmi? Ha. Siz o'sha paytda bu sudga chaqirilganda siz xuddi shu joyda o'tirganmisiz yo boshqa joyda o'tirganmisiz? Ha, maktabda etdi. Qayerda? Ha, Reshotkada. Ha, Bu öyle. ha, bu joyda o'tirmaganmisiz? Maktabda yonida bo'lganmisiz? Şu yak ma'qul bu yoqni ko'rib turaman deb shu yoqda o'tirdim. Sizni sudingiz 21 kunda ko'rildimi yo 2 kun yo 3 kun o'tdimi? 1-2 kun o'tdi. Hov. Ha? Birinchi kuni kelganda hali dokumentim kelmadi debdi. Bekarga bizni kutib o'tiraverganmiz. Bular aytmagan, ketaveringizlar, o'zimiz chaqiramiz ham demagan. Ertasiga yana keldingiz. Yana shu haligi sud bo'ladi dedi. sud bo'ladi dedi. Nevaram Nechida keldingiz, nechida ko'rildi? 9da keldik, to'rlarda atrofida ba'zi ko'rdi. Ha deb so'rayverganimizdan keyin. Ha, qachon bo'ladi debmi? Ha. Mana hurmatli yurtdoshlar, bo'lgan holatlarni o'zlaringiz xulosa qilasizlar. Bunga qani Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov bunga o'z munosabatingizni berasiz. Mana Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidagi yangi ochilgan holati bo'yicha tergov sudyasi Ernazar Maqsud Mamatqulovichning xatti-harakatlariga o'zingiz ko'rib baho berasiz. Lekin bu Parmonovaga shunday ayb qo'yilganki, sen bir piyola konyak ichdim desang, biz sizga yengillik qilib avtomashinangizni qo'yib yuboramiz deb shu joyini bular zapisga olgan holati bo'lgan. Shunga nisbatan keyin bunga mana shu jazolar tayinlanib kelyapti. Qani hurmatli yurtdoshlar, yordam qilaman deb mana zo'r yo'nalish bilan yo'lga solish yo'llari bu. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar hurmatli yurtdoshlar. Meni endi keyingi sonim bu yo'l harakat xavfsizligi inspektori Qo'ng'irbayev Sherzodning xatti-harakati bo'yicha Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Saidahmedov Ali Muhammad akaning ham nomiga ariza berib chiqqanman. Bu holatlar ham nima? Xizmat tekshiruv yakun bilan topadi bilmayman. Ya'ni buni qattiqroq nazoratga olasiz deb Jizzax viloyati bosh prokurori Baxtiyor akani men o'zim ko'chada yuzlashib topib, unga ham bo'lgan holatlarni e'tiborga olishingizni so'rayman deb uni nomiga ham ariza berib qo'yildi. Lekin kecha 2026-yilning 6-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i rahbarining qabuliga ham men kirish uchun ro'yxatga olib keldim. Endi kechirasizlar, qani bu Ozodaning niyati, mana men shuncha jazo oldim. Lekin men jazo olganimdan mayli e'tirozim yo'q, lekin nima sababdan bu Qo'ng'irbayev Sherzodning bu meni to'plagan holati bo'yicha nima sababdan body kamerasi ishlamagan haqida nimaga bunga jazo berilmaydimi degan munosabat bilan ariza keltirgan. Lekin bu holat bo'yicha yurtboshimiz Shavkat Miromonovich o'z so'zlarida ta'kidlab o'tganki, body kamerasi ishlamasa o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atasan degan so'zlari qani bu qaysi insonlarga taalluqligi mana endi bilinib boradi. Qani Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarma boshlig'i hurmatli Saidahmedov Ali Muhammad aka bunga qattiqroq e'tibor berib, qattiqroq nazoratga olib, chuqurroq analiz qilishingizni so'rayman. Aks holda men Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latning shaxsan qo'l telefoniga chiqib murojaat qilishga majbur bo'lyapsiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qani yurtdoshlar, keyingi yana uchrashguncha tinch bo'linglar.